4 kalima bilan 4 soniyada hayotingizni qutqaradigan duo. Bir odam payg'ambarimiz alayhisalomdan so'radi: "Ya Rasululloh, men Allohdan biron nima so'ramoqchi bo'lsam qanday so'ray?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Shunday so'ra. Allohumma g'firli, Allohumma arhamni, Allohumma afini, Allohumma arzuqni." Allohim meni kechir, Allohim menga marhamating ila muomala qil, Allohim menga ofiyat ber, yo Robbiy meni rizqlantir. Bu 4 kalimani aytsangiz, sizning dunyoviy ishlaringizni ham, oxirat ishlaringizni ham go'zallashtiradi. Bu go'zal duo ayni vaqtda payg'ambarimiz alayhisalomning 2 sajda orasida qilgan duolaridandir. Bu duoni biz qachon, qanday qilamiz deganlarga javob bo'lsin. 2 sajda orasi, sajdadan ko'tarilganingizda 2-chi sajdaga ketmasdan avval u duoni qilsangiz bo'ladi. Bizlarga qisqa yo'ldan, juda ham qisqa yo'ldan dunyo va oxirat saodatini va'da qilgan Robbimizga hamd bo'lsin. Bu va'dani bizga xushxabarlagan Muhammad Mustafoga salom-u salovatlar bo'lsin.